Hammaga salom, sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan mana shunday ajoyib brokoli va kartoshka taom yeymiz. Kartoshkani birinchi qizir qilib, sarg'aytirib qovurib oldim. Brokolini qaynatdim. Keyin mayonez, qatiq, chesnokdan sous tayyorlab, hammasini aralashtirdim. Mazasi zo'r bo'ldi va mana bunaqa yozgi ajoyib soyali salat. Bu brokoli karam, bu salat ham karamli. Keyin boyagi videoda mevani qoqlarini ko'rsatib o'tdim-ku, kompot tayyorladim, o'sha kompot. Zo'r chiqdi. Apelsin bilan mandarinni anosi hidi, ta'mi boshqacha ta'm beribdi. Voy tavba, mana pashshalar qayerdan keldi. Bugun nonni o'rniga mana shunaqa lavash bilan yeymiz ovqatimizni. Uydan non tugab qolibdi-da. Chiqib kelishga erindim, qarasam lavash xamiri bor ekan. Lavash xamiri emas, ana yupqa. Mana shunaqa qilib olib. Bismillahirrohmanirrohim. Yurakcham. Buni ustiga qirg'ichdan sir ham chiqarish kerak ekanda. Hozir men qirg'ichdan sir chiqarib olay, ham yurakchamga ham qarab olay. Ana, yurakcham lapasiga topshirdim. Ustiga sir chiqarib qirg'ichdan. Endi yana ham zo'r bo'ldi. Kecha video olmadim. Tishim og'ridi sababi yana. Endi vaqt topib stomatologga bormasam bo'lmaydi-ku. Tish deganimga esimga tushdi. Bir marta 2012-yilda rosa tishim og'rib bezovta qildi-da, hech qo'ya qolmadim. Jag tishim. Bozor kuni edi. Bozor kunida Habibdan keyin o vaqtda bizada Jizzaxda qizil kazarma degan joy bo'lardi, kim bilsa. Stomatologiyalar ham unaqa ko'p emas edi. Keyin o'sha yoqqa bordim. Bitta duganam bilan. Borsam bitta stomatolog bor ekan, dejurniy. Katta, gavdali kishi. Yosh katta kishi. Videolarimni bo'lib olmasam bo'lmaydi-da. Shuning uchun bo'lib olaman. Bitta videoimda sababini aytib o'tdim. Xudo xolisa yangi yaxshi telefon olsam keyin bo'lmasdan olaman. Keyin xullas shu kishi bor ekan. Qabul qildi, odam yo'q ekan. Olib tashlash kerak tishingizni dedi, jaqtishim. Karis bo'lgan. Nerv ochilib og'riyotgan bo'lganda. Keyin ukol qildi-da, olibdi-da. Shunaqangi tortibdi tishimni. Olmayapti tishim. Shunaqa og'riqni sezyapman. Endi oho, uncha emas. Tortibdi olmaydi. Katta baquvvat kishi esa. Endi ana bo'lmasin, endi gapirishmas bor gapda. Qo'llari ham qop-qora, jirkanchilik-da. Yana pechakni ham taqmadi-da, hayron bo'ldim. Pechak taqish kerak-ku. Endi bu og'rig'idan olib tashsin deb yotibman. Chidab. Tortibdi, joydan qimilladi, tish siljidi, sezdim. Ukolam yaxshi ta'sir qilmayapti bu og'riqqa. Keyin ololmadim, bas harakat qilib tishimni. Keyin nima deydi deng? O'sha paytda men ham ishonganman-da, aqlim yetmagan. Stomatologga borib yurmaganman. Bu tishingiz rosa baquvvat ekanda deydi. Olmay qo'yganingiz yaxshi deb. Tishimni shunday bosib qaytarib joyiga bosib joylashtirib qo'yibdi-da, joyidan siljigan tishni.
Yana bitta ukol qolyapti-da. Bo'ldi, boravering dedi. Dedim. Xullas keyin bilsam, u odam stomatolog emas ekan. Ginekolog ekan. O'sha yerda ishlaydigan bitta tanishim bilan gaplashib qoldim. Ginekolog ekan. Ujus. Ginekolog stomatologiyada nima qilyapti? Ketdi bu yerda. Uyga bordim, kechqurun og'riq, ukolga ta'siri ketdi. Endi u og'riqni tasavvur qilolmaysiz, keyin qanaqa og'riyapti. Ertasi kuni boshqa stomatologga bordim keyin. Jizzaxda mashhur stomatolog bor bitta. Mashhur stomatologlardan Qorabek degan taniganlar bo'lsa kerak. Shu kishiga bordim. U kishini ham eshitgan edim, lekin birinchi marta borishim edi. Rosa hazilkash, qo'yingiz zo'r vrach aka. Shunday ukol qildi. Tishimni olganini ham bilmay qoldim, shunasidan. Olib shunday ko'rsatdi. Oldingizmi dedim-da. Ha dedi. Ana. Sizlarga historiya. Shu vrachga borayotganimda u stomatologmi boshqami? Shoshmasdan yaxshilab bilib, surishtirib borayotgan bo'ldim-da. Bu ovqatni tayyorlab ko'ringlar. Haqiqatan juda ham mazali. Go'sht bo'lmagan vaqtlarga yaxshi variant. Zeynilarim ham tugab qopti-da bu bugun. Bo'lmasam zeynilar ham solganimda undan ham zo'r bo'lardi. Bunaqa sok ichamiz endi. Bu sokim o'zim tayyorlagan kompotimda bolalar ichdi, o'zim ichdim, oz qoldi. Ertaga yana tayyorlayman. Hozir oz qoldi, shuning uchun dadamizga olib qo'ydim qolganini. O'zim sok ichib qo'ya qolay. Shuning uchun hozir xo'jayinim aytadilar, ko'p aytadilar. O'qi hali ham kech emas. Shu stomatologiyaga o'qi deyiladi. Ama qiziqmayman bu sohaga. Uzoqdan qo'rqaman. Boya ugalovimizda o'tirib turetsam, mix manaqa bu quruchoq bu qoqilganda chiqib qopti mana shunday bu. Kichkina mixcha. Ugalokdan. Shunday tavanimga girch kirib ketsa bo'larmi? Voy, jonponim chiqib ketadi. Tavanimga kirib girchillab keyin yanamda tavanimni tortganman-ku, de ichidagi oq anaqachasini, go'shtchasini chiqarib qo'ydi. Qaysidir qilgan gunohim to'kildi dedim. Esimdan chiqib ketmasin aytib. Boya oldinga qo'ygan oshxonamni obzorini videosida bitta obunachim qalampir munchoqda gvazikani narxini so'rabdilar. Hozir o'zlariga ham yozib boraman, bu yerda ham aytib o'tay, qiziq bo'lsa kimda. Kilosi 200 ming so'm ekan narxi. Keyin tinchlantiruvchi muskat yong'og'ini so'rashdi, uni ham aytay. Muskat yong'og'ini donasi 3 ming turadi. Bozorda anaqa pripravalar sotadigan joyda sotiladi. Uni man
bittasini 2 bo'lib ertalab ovqatdan keyin yarmini, kechga yotayotganda yarmini yeyman. Asabga juda foydasi yaxshi. Diqqatni jamlaydi, depressiyaga tushishni oldini oladi. Xotirani yaxshilaydi, asablarni tinchlantiradi. Yana qanaqadir yaxshi foydalari bor, esimda yo'q hozir. Agar siz davlengiz past bo'lsa, slabiy bo'lsangiz, turdan bittani turga bo'lib yeysizlar, o'zi ursalari maydalanadi. Bittani 2 kun yeysizlar xullas. Agar bir kunda 2 ta yesalaring, u вообще kuchli ta'sir qiladi. Boshni aylantirib, mast holatga tushirib qo'yadi ko'p yevarsalaring. Shuning uchun me'yorida yeyish kerak. Shu bilan bugungi videomiz nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Meni kuzatishda davom etinglar. Kanalimga obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar. Xayr.